Mana hozir e'longa chiqargan yerimiz. Mana holatlari. Mana yerlar. Katta maydonlik. Xohlasangiz turishga foydalanasiz, xohlasangiz dacha qilishingiz ham mumkin. Maydonlik joylar. Mana miniatyr bunaqa motorga suv chiqayotgan joylari ham bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Maydonlik. Mana darvozadan kiramiz. Bu yoqqa katta uylar joylashgan. Xonalar. Darvozadan kirish joyi. Mana ki. Mana suv tushadigan joylar. Hojatxonamiz. Uylar. Mana shu. Xonalarni qarang, ammo anasi eng qimmat bo'yak anana bo'lgan. Derazalari. Bog' bo'lgan, toklar. Mana bergan hovuz bu. Mana ichimlik suvini hovuzi. Suvdan ichimlik suvi. İchimlik suvi. Bu bitta xonasi. Yashaydigan. Patologigacha bo'ldi. Mana qimmat derazalar qo'yilgan. Qimmat derazalar. Bu ham. Yana bitta xonasi, polna montaj hammasi bo'ldi. Mana bu ham patolog. Mana. Bitta verga anasi. Nima edi? Dushi. Dush. Mana bu yana bitta xona. Mana bu yerga ikkinchi xonamiz. Tok, daraxtlar, svetlar o'tgan xonalari, shochiklar zamonaviy. Xona hammasi alohida montaj qilingan. Montaj. Mana bu yerga bitta tualet, bitta banyo. Keyin u tomonga mana bu tomonga yana bor. Oy, mana var. Bak be. Çok zorlar. Ya bu kulüp ekan, mana bittasi tualet, bittasi banyo. Короче, ikkita tualet, 3 ta ana dush bor, 3 ta. Mana shu reshetkadan ketgan devorgacha, bu tomoni bundan reshetkadan o'sha betongacha. Mana mevali daraxtlarga chekildi. Mana chegara. Shu sariq reshetkagacha. Vodiydan kelgan toklarni ko'rishlaringiz mumkin. Transformatorlar olaymi? Atini transformator. 3 faza tok. Keyin 3 ta anavi mini artizan. Hamma narsa tayyor. Faqat bunga bir qo'l kerakda, qo'l o'yla. Unasa emas. Вообще shikalachi. Qara dacha qilib qo'ysam edi u. O'sha yoqqacha bu yoqqa Husayn ekilgan. Andijondan olib keldik. Mana hosili. Husaynni faqat suvga to'ymaganda bu. Kichkina qilib qo'ygan, kichkina Husayn deb qo'ygan. Yaxshi suv ichmagan. Joy.